Preoformleniya patent nima? Granisaga chiqmasdan necha marotaba patentingizni muddatini uzaytirishingiz mumkin va 90% odamlar qiladigan xatolari. Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga preoformleniya patent nima? Granisaga chiqmasdan necha marotaba patentingizni muddatini uzaytirishingiz mumkin va bu jarayonda 90% odam qiladigan xatolari haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Shuning uchun diqqat bilan videoni oxirigacha ko'ring. Birinchisi, preoformleniya patent nima? Bu degani, bunda chegaraga chiqmasdan patentingizni qayta rasmiylashtirsangiz bo'ladi, ya'ni yana 1 yilga patentingizni proдление qilsangiz bo'ladi. Endi kerakli hujjatlar. Bunda pasport, registratsiya, migratsion karta, shu amaldagi eski patentingiz, unda olgan medspravka, ekzamen qog'ozlaringiz, трудовой договор, уведомление qog'ozlaringiz va ish beruvchi tomonidan beriladigan ходатайство va 1 yil davomida, ya'ni 12 oylik to'langan cheklari kerak bo'ladi. Ya'ni bunda siz mana shu eski patentingizni to'lagan 12 oylik cheklarni barchasini bankka borib, har birini подтверждение qilib, qog'ozlar chiqarib, migratsion sentrga olib borishingiz kerak bo'ladi. Ana endi necha marotaba granitsa qilib patentni proдление qilish mumkin? Oldin eski qonun bo'yicha siz 1 marta 1 yilga uzaytirishingiz mumkindi. Ya'ni faqat mana shu eski patentingiz tugashi oldi 1 yilga proдление qilishingiz mumkindi. Hozir bu narsa uzaytirilish cheklanmagan, ya'ni siz xoh 5 marta, xohlang 10 marta bemalol patentingizni granitsaga kirdi chiqdi qilmasdan proдление qilishingiz mumkin. Ana endi eng asosiysi 90% odam qiladigan xatolar haqida aytamiz. Ya'ni agar siz patentingizni qayta rasmiylashtirishingiz kerak bo'lsa, ya'ni shu proдление qildirmoqchi bo'lsangiz, qonun bo'yicha eski amaldagi patentingizni muddati tugamasdan 20 ish kuni oldin borib topshirishingiz kerak bo'ladi. E'tibor qiling, 20 ish kuni deganda bu yerda shanba va yakshanbalar hisobga olinmaydi. Lekin ko'pchilik bu yerdan qayerda xato qiladi? Shanba va yakshanbani hisobga olib, eski patentlarni tugashdan 20 kun qolganda borishadi va bunda preoformleniya patentga qabul qilishmaydi. Ana undan keyin siz majburiy granitsaga kirdi chiqdi qilib, ana undan keyin yangi patent topshirishingizga to'g'ri keladi. Shu sababdan bu yerda eng kerakli vaqt mana shu amaldagi eski patentingiz tugash muddatidan kamida 1 oy oldin, ya'ni 30 kun yoki undan ham oshiq 35 kun, 40 kun bo'lsa ham qolganda topshirishingiz tavsiya etiladi. Bunda siz bemalol patentingizni yana 1 yilga proдление qilishingiz mumkin. Bugungi ma'lumotlar shulardan iborat edi. Bu videoni imkon boricha o'z yaqinlaringizga podelitsa qilib tarqating, ular ham boxabar bo'lsin. Keyin fikrlaringizni albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Ya'ni siz ham patentingizni proдление qilishingizda qanaqa vaziyatlarga duch kelgansiz? Shular haqida kommentariyaga yozing. Agar kanalimga yangi bo'lsangiz, podpiska va bittagina like bosib qo'yishni unutmang. Kelgusi sonda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.